eshit bolam. Hozirgi zamonda hamma o'z hayotini bozorga solishni yaxshi ko'radi. Lekin baxtli bo'lishni istasang, 3 ta narsaga tilingga qulf urishni o'rgan. Birinchisi sog'lig'ing. Qayering og'riyotganini hammaga aytaverma. Kasalman desang, dushmaning ichida qiyqirib suyunadi. Juda zo'rman, sog'lomman deb ko'kragingga mushtam urmagin. Odamlarning ko'zi bor, bolam, toshni yoradi. Ikkinchisi puling. Pul sukunatni va sirni yaxshi ko'radi. Qancha topayotganingni ham, qancha yo'qotganingni ham hech kim bilmasin. Boyligingni ko'z-ko'z qilsang, hasadxo'yni chaqirasan. Yo'qchilikdan nolisang, odamlar oldida hurmatingni to'kasan. Va uchinchisi, kelajak rejalaring va uydagi gaplar. Er-xotinning urushi, bolaning xatosi, nima ish boshlamoqchi ekaning, barchasi shu 4 devor ichida qolsin. Siringni o'zing ichingda saqlay olmasang, birovdan o'pkalamay qo'ya qol. Odamlarga faqat ko'rishlari kerak bo'lgan narsanigina ko'rsat. Qolganini esa qulfu kalit qilib yuragingda saqla. Shunda boshing omon, diling xotirjam bo'ladi.